yo'llar ahvolini qaranglar mana. Nechta avariya shu yo'lda. Yag'anadan qochaman deb mana nechta avariya bo'lgan. Nechta avariya, har kun avariya. Bet kerak, uyat kerak bu radarni qo'yish uchun. Texnik pogreshность masalasini ijobiy hal qilmasdan turib 1 km/soat tezlik uchun ham jarima balli rasmiylashtirish bu haydovchilar hamjamiyatiga nisbatan yo qasd, yo xato, yo xiyonat. Bundan boshqa ta'rif topa olmadim. Yo qasd, yo xato, yo xiyonat. Mana shu yerda ikkita holat. Bittasi sariqda o'tding deb yozyapti ishtirab. Ikkinchisida mana bu yerda 66 deyapti. Yonimda hech qanaqa mashina yo'q mendan boshqa. Bu hech kimga xalaqit bermasam, avariya situatsiya keltirib chiqarmasam. Shu Kamoliddin Rabbimni aytganidek, bu nimaga endi Kamoliddinmi, Nuriddinmi? Nimaga endi hech kimga xalaqit bermasak ham shu +1 uchun yozaveradi bular. O'sha noto'g'ri-da shu. Bular bizni haqqimizni endi bu dunyoda bermasa, ololmasak qiyomatda albatta talab qilamiz. Allohim olib beradi. Alloh odil zot. Odamlar radarga tushmasligi uchun Dubayda maksimalniy sharoitlar yaratilgan. Hozir biz harakatlanayotgan yo'limiz 120, tezlik 100 ga tushayotganda ikkita tarafda znaklar va pastda yana qizil ogohlantiruvchi belgilar va shu qizil belgidan keyin 1-1,5 kilometr oralig'ida umuman radar qo'yish mumkin emas. Odamlar sekinlasha olishiga imkoniyat yaratishadi. Eng shirin joyi tezlik 120 bo'lsa, yana 20 plus qo'shib beriladi. 140 gacha mashina haydashingiz mumkin. Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan oxirgi paytlarda juda ko'p tashabbuslar, shular tashabbusi asosida qonunlarga kirityapmiz. Afsuski kiritayotgan normalar hammasi taqiqlovchi, chegaralovchi, imkoniyatni cheklovchi, ya'ni transport yo'l harakati xavfsizligi jazoni kuchaytirish uchun tashabbuslar bo'lyapti.